Hozirgina UCL ofisdan chiqdim va o'zimni telefon nomerimni o'zimni pasportimga o'tkazib oldim. Xabarlaringiz bor, 22-apreldan boshlab agar plastik kartangiz ulangan telefon raqam o'zingizning pasportingizga olinmagan bo'lsa, turli xil bank ilovalariga yoki Click, PayMe'ga o'xshagan to'lov operatorlarining ilovalariga qo'shib ishlata olmaysiz. Obunachilardan bir qator savollar kelib tushmoqda va mana shu savollarni umumlashtirib shu videoda javob beraman. Birinchi savol, karta ulangan telefon raqam o'zim nomimga olingan, ya'ni o'zini pasportiga telefon raqam sotib olingan. Mana shunda nima qilish kerak yoki nimadir ishlamay qolishi mumkinmi degan savol kelyapti. Bunday holatda hamma narsa qanday ishlab kelgan bo'lsa, shundayligicha davom etadi. Siz bu qonunga umuman e'tibor qilmang. Sizda hammasi okey. Ikkinchi savol, karta ulangan raqam yaqin qarindoshim nomida nimadir qilishim kerakmi? Agar karta ulangan raqam, telefon nomer sizni yaqin qarindoshingiz, ya'ni aka-ukangiz, opa-singlingiz, ota-onangiz yoki farzandlaringiz nomida bo'ladigan bo'lsa, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Telefon raqamni o'zingizning pasportingizga qaytib registratsiya qilishingiz shart emas. Hamma narsa ishlab ketaveradi. Xo'p, uchinchi savol, karta ulangan nomer begona odam nomida. Bunda nima muammo bo'lishi mumkin? Bunda muammo bo'lishi mumkin qachonki 22-apreldan keyin siz plastik kartangizni birorta bank ilovasiga bog'lab ishlataman desangiz, o'shanda bank ilovasiga bog'lolmaysiz bu plastik kartani. Shu vaqtgacha, masalan, sizda bitta Uzkart yoki Humo kartangiz bor edi, SMS xabarnomasi sizning nomeringizga ulangan, sizning nomeringiz umuman begona odam nomida. Siz uni ishlatib kelyapsiz. Masalan, Xalq bankini, Hamkorbankda yoki Click, PayMe'larga bog'lab ishlatib kelyapsiz. Bunda ham muammo bo'lmaydi, ishlab ketaveradi. Keyinchalik 22-apreldan keyin yangi bir prilojeniyega bog'lamoqchi bo'lsangiz, mana shunda muammo bo'ladi. Mana shunga e'tibor qilasizlar. Yana bitta savol kelyapti. Karta ulangan nomer begona odam nomida, bu kartam bloklanib qoladimi? Faqat biz bankomatdan naqd pul yechib ishlatamiz ekan. Agar siz kartangizni onlayn ishlatmasangiz, ya'ni onlayn turli xil to'lovlar, agar siz kartangizni onlayn ishlatmasangiz, onlayn Click, PayMe yoki banklar ilovalariga qo'shib ishlatish niyatingiz bo'lmasa, faqat tushgan pulni bankomatdan naqd qilib yoki bo'lmasa telefoningizga ulamasdan turib faqat borib savdo qilsangiz, sizga bu qonunning umuman qizig'i yo'q. Sizga SMS xabarnoma kelaveradi, umuman masala yo'q. Buni bemalol ishlataverasiz, faqatgina bankning programmalariga bog'lay olmaysiz, onlayn ishlata olmaysiz. Shu narsaga e'tibor qiling. Ishlayveradi plastik. Plastik ishlamay qolmaydi. Ishlamaydigan joyi faqat yangi ilovalarga bog'lay olmaysiz. Xo'p, endi begona odam otiga olingan telefon raqamni qanday qilib o'zingiz nomingizga qayta rasmiylashtirib olishdi? Gaplashib o'tsak, bugun UCL ofisga borganda shuni aynan sizlar uchun so'rab oldim. Bunda mana bunaqa bo'lar ekan. Agar sim kartani 2 yildan oshiq vaqt davomida siz ishlatib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha kompaniya ofislari, UCLmi, Beeline, Telekommi, kompaniya ofislari sizga qanaydir o'zlarining beradigan savollari mavjud. O'sha savollarga siz javob bera olsangiz, keyin sizga o'tkazib beradi. Bu savollarni nima uchun beradi? Aynan sizni o'zingiz o'sha sim kartani o'sha nomerda ishlatib kelyapsizmi, yo'qmi, mana shuni bilish uchun shu savollarni beradi. Agar shu testdan o'tsangiz, siz bitta pasportingiz bilan borib, xizmat haqini to'lab, UCLda 50 ming so'm ekan. Xizmat haqini to'lab, o'zingiz nomingizga o'tkazib olasiz. U odamni telefon raqam egasini olib kelish shart emas. Yaqin qarindoshlar o'rtasida agar o'zingizga o'tkazib olmoqchi bo'lsangiz, birinchidan yana eslatib o'tay, yaqin qarindoshlar da hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar mabodo o'tkazib olmoqchi bo'lsangiz, yaqin qarindoshlaringizni o'zi pasporti bilan birga kelish kerak ekan. Biz siz uchun shuncha mehnat qildik do'stlar. Agar ozgina bo'lsa ham video foydali bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, videoga like tugmasini bosing va kommentlarda plus tugmasini qoldirib keting. Biz shunda video foydaliligini bilamiz. Hammaga rahmat, sog', salomat